Albatta mehrli bo'laylik aziz odamlar. Siz Mahalla telekanalida jonli efirda kun nafasini tomosha qilyapsiz va Xurshidaxon, agar ruxsat bersangiz, men sizga endigina tandirdan uzilgan, hali o'quvchilar qo'liga yetib bormagan Vatan, millat, xalq madhi deb nomlangan ajoyib kitobdan zo'r bo'lardi. bir she'r o'qib bersam. Bir yaxshi ruhiyatni sizga ham taqdim etamiz. Albatta. O'zbekiston bayrog'i. Onajonim ro'moli, otajonim belbog'i. Yashillikda yurt bog'i, moviy osmon quchog'i, 12 yulduzga bosh bo'lgan oyning qayrog'i, bu vatanim bayrog'i, O'zbekiston bayrog'i. Har rangida mos bo'lib siymolangay 4 fasl, biri-biridan yetuk ulg'ayar qancha nasl. Har tong bizni uyg'otar madhiyamiz sayrog'i, boshimizda xilpirar O'zbekiston bayrog'i. Bahorlari, Navruzlari, yozlari obi kavsar, qishlarimiz egnida oppoq po'stini suvsar. Serhosil kuzlarida yuksalsa oltin tog'i, cho'qqisida ko'rinar O'zbekiston bayrog'i. Chempion farzandlari ko'z ko'zlasa ne sharaf, hayron boqsa ne ajab, chinu amriqo arab, xayrixoh o'lkalarga to'lmoqda so'lu sog'i, yuksalib tur to abad O'zbekiston bayrog'i. To'lqin Eshbek. Aziz do'stlar, Ruhtaram seni tomoshabinlar, studiyamizda mehmon bor. Aynan mana shu ajoyib yangi kitobning muallifi ustozimiz, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi, shoir, adabiyotshunos, olim To'lqin Eshbek bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu Xush kelibsiz ustoz. Shuvoq bo'linglar. To'lqinlanib ketdik sizni mana shunday she'ringiz. O'zi mana shu tuyg'usi junbushga keldi. kitobda ham ajoyib bir so'z boshi shunday boshlanganki, Zarafshonning to'lqin elchisi deb nomlangan. Ana shunaqa. Juda chiroyli. Endi avvalambor xush kelibsiz. Muborak bo'lsin yangi kitob. Rahmat. Bu hali Rahmat. o'quvchilar qo'liga yetib bormagani aytganimdek eksklyuziv kun Go'zal nafasida. oylarda, go'zal bayramlar ketma-ketligi kelayotgan vaqtda juda ham chiroyli sovg'a bo'libdi yurtdoshlarimizga deb bemalol ayta olamiz. Mana shunday chiroyli to'lqinlantiruvchi satrlar sizga qay vaqtda keladi? Nimadan ilhom olib yozasiz? Bilasizmi, hozir kelayotibim she'r yozdim. Qoyil. Yo'lda shundoq haligi hammamiz hozir qo'limizda mobil telefon, bunday ochib qarasam 8-15 mart kunlari Tailandning Bangkok shahrida yoshlar o'rtasida xalqaro turnir bo'libdi, boks bo'yicha. Boksda endi qatnashganlar endi juda ko'p davlatlar, g'olib davlatlarimda ko'rib quvonib ketdim. Birinchi O'zbekiston. Demak, O'zbekiston bayrog'i 4 ta oltin medal olganda 4 marta ko'tarilgan Bangkokda va butun dunyoni hayratga solib turibdi. 4 marta Qozog'iston bayrog'i ko'tarilgan. Ikkinchi o'rinda olgan, chunki kumush medallar bo'yicha 5 ta kumushda bizniki. Ular 4 ta qolgan. 3-chi o'rinda kimsan? Amerika Qo'shma Shtatlari. Ular ham 4 ta oltin olgan. Ularning ham bayrog'i 4 marta ko'tarilgan. Endi bu yerga kamroq. Keyin sekin pastga qaradim. Hindiston, Ukraina, Fransiya, Yaponiya va Italiya va hokazo davlatlar. Endi shuncha davlatdan borgan sportchilarni titratib, hayajonga solib birinchi o'rinda bo'lishimiz va yana bitta quvonchli holat, biz mana qo'shni mamlakatlar bilan hozir bir oiladek ahil inoqmiz, hali aka-ukalar qo'shni bo'lib yashagandek. Qozog'istonni ham qariyb birinchi bo'lib turishi. Lekin haliga kumush medallar bo'yicha bitta kamroq ekan, ikkinchi o'rinda turishi. Shu yo'lda bir ikki kupletgina she'r tug'ilib qoldi va birdan o'sha ijtimoiy tarmoqqa yozib keldim yo'lda. Katta ring maydonida o'zbek, qozoq g'olibdir. Boksda raqibining tumshug'iga solibdir. Manman degan davlatlar ancha ortda qolibdir. 4 tadan oltin medal haloliga olibdir. O'zbek, qozoq bir tug'an ko'rolmagan nolibdir. Ajdodlari alloma
avlodlari tolibdir deb joylashtirganim hamona Janar Qo'ja degan Qarag'anda universitetining professor o'qituvchilaridan biri birinchilardan bu layik bosibdi. Demak, Qozog'istonda ham bizni ko'rib turar ekan. Demak, tilimiz deyarli bir, til boyligimiz. Xursand bo'lib ketdim. Ko'l yo'lakay avtomobilda yozilgan she'r. Shu yozilgan she'r. ilhomlangan sizda yurt Ajoyib. Demak, ilhom biz tushunishimiz bo'yicha ana shu vatandagi g'alabalar, vatandagi erishilayotgan yuksalishlardan kelar ekanda asosan. Shunday, mana qarang, mana bu yil 2026-yil juda bir fayzli boshlandi mamlakatimizda. Men albatta keng mamlakat miqyosida bir fikrlashga harakat qilaman. Masalan, mana hozir mana shu bugungi 17-mart kunigacha 1-yanvardan hozirgacha necha yuz ming oila yangi uylarga ko'chib o'tdi. Buni mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz. Qanchasi yangi mashina oldi? Qanchasi aytaylik sayohatlarga borib keldi? Yana qanchasi, yana qancha chaqaloqlar ingaladi? Haligi bitta katta uchrashuvda shifokorlar bilan ma'rifat darsi bo'lib qoldi-da, yana butun shifokorlar o'tiribdi. Men chiqqanda ba'zilar kula boshlaydi, qarsak chala boshlaydi. Demak, oldin men suhbatlarimni eshitgan. Hozir bu odam kuldiradi deydi. Lekin bu gal juda qiziq gap chiqdi. Yaqinda bo'lgan gap. Men aytdim, azizlar, mana shu oq xalatli shifokorlarni butun mamlakatimiz, hamma oilalar har kuni duo qiladi. Xursand, eshitmaganlar xursand bizni duo qilar ekan deb. Allohu amin, doktorga ishing tushmasin deb omin qiladi. Desam, hammasi kulib qarsak chalib yubordi-da. Keyin bittasi qo'l ko'tardi. Marhamat opajon, nima deysiz desam, lekin boshqa duo ham kerak. Bu shifokorlar faqat bemorlarni davolamaydi. Biz har yili qariyb 1 millionga yaqin polvon yigit qizchalarni dunyoga keltirib, shuning uchun shifoxonaning bu tomoniga ishingiz tushib tursin deyish kerak. Ikkinchisi, 80 sarxatida ham kelib tekshiruvdan o'tib, ozgina dam olib, bemorlar 90 yoshgacha boradigan qilib qo'yapmiz. 100 yoshgacha boradigan sanatoriyalarimiz bor, u bu deb. Xullas, shunday chiroyli qiluvdi, o'sha yerda ham bir yaxshi bir o'shanda she'r tug'ilib, ularga ham bitta she'rligida aytib yubordim. Shu bilan suhbatimiz ham bir chiroyli bo'lib ketgan. Endi hayotga shunday-da, qaysi ko'z bilan qarasang, shu tomon zo'r. Masalan, kimlardir mana ijtimoiy tarmoqlarda g'urbat izlaydi, kimdir illat izlaydi. Bu bir yaxshi shoirimizning satrlari doim hayotiy shiorga aylanib qolgan. Illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni istasa, izlasa, topkay begumon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo deylar. Demak, agar hayotdan hikmat izlaydigan bo'lsak, men mana shu yana bir gap, mashinada olib kelgan odam juda nimasi zo'r ekan. Qayerga boryapsiz deb aytdim, mahalla ko'rsatilgan. Shunday mahallani qo'yib berdi. Mashinada ko'rib kelyapsiz, ikkovlaringiz bir chiroyli. Men aytdimki, ha dedi, menga hali aytgan yo'q, lekin mavzuni bildim. Mehr haqida gapirishim kerak ekan. Mana mehr oqibatli xalqimizda o'zi. Shunday. Mehr bilan yondashsang, tuproq ham oltinga aylanadi-da. Siz kun nafasini tomosha qilyapsiz. Biz jonli efirdamiz. Studiyamizda mehmon bor. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, adabiyotshunos olim To'lqin Eshbek. Ustoz, yana bir karra xush kelibsiz. Salomat bo'lingizlar. Hozir mana bugungi kun mavzusi mehr oqibatda. Shunday ekan, sizni ham bir fikrlaringizni bilmoqchi edik. Bugun mehr oqibat qanchalar yuqori odamlar orasida-yu va mehr oqibatga bo'lgan e'tibor deymizmi, ehtiyoj deymizmi qanchalar yuksak? Shunday. Endi avval hayotning yorqin tomonida bo'lgan bir reklama bo'lardi. Avval yorqin tomondan bir qaraymiz-da, lekin biz albatta o tomondan bir qarab qo'yishimiz kerak. Bu tomondan qaraganimizda shundaki, hamma narsa mehr talab qiladi. Bugun misol uchun aytaylik, dehqonchilikka dehqonlarning mehri va dehqonlarga sharoit yaratib berayotganlar mehri qanday degan oddiy savolga javob. Masalan, aytaylik, har bitta bozorimiz, mana hozir Toshkentda yashayapmiz, aytaylik, Chorsu bozoriga borsangiz, bodring pomidordan tortib, u haligi yozda pishadigan, qovun uzumgacha,
xullas yozda pishadigan hamma meva cheva turibdi. Hozir bor. Ta'mi ham o'shanday. Bozorlarimiz shu qadar liq to'laki, men har gal bozorga aylanganda bitta vahimaga tushib ketaman. Shuncha mahsulotni yeb ulgurarmikanmiz? Shuncha odam olamiz. Demak, mehrning samarasini bozorda ko'rsak bo'ladi, dehqonchilikda. Avtomobil sozlarimizning mehnatini ko'chalarga sig'may qolayotgan mashinalarimizda, rang-barang mashinalarimizda ko'rsak bo'ladi. Bunyodkorlarimiznikini mana aytaylik, yaqinda mana Urgutga borib keldim. Men aytdim, Samarqand shahrida yuribmizmi desam, "Yo'q, bu Urgutning markazi" deydi. Hozir tuman markazlari ham shu aytaylik Samarqandga o'xshagan katta shaharlardan qolishmaydigan bo'lib qoldi. Qishloqlarimiz ham tuman markaziga o'xshab qoldi. Xudoga shukr. Endi ijodkorlarga kelsak, bir 20-30 ta kanalga a'zoman. Shu ulgurolmayman o'qib. Har kuni o'nlab she'rlar, bilasizmi, hech kim ataylab she'r yozmaydi yoki birovga yaxshi ko'ring deb she'r yozmaydi. Kimdir muhabbat bilan vatanni tarannum etayotgan ekan, demak uni yuragidagi gap. Xullas hamma sohalarni ko'ryapmiz, Xudoga shukr. Endi mana hamma hayajonda turibdi. Albatta bugun bu yil yurtimizning 35 yilligi, davlatimiz mustaqilligining 35 yilligi hammaga bir boshqacha shukuh baxsh etib turibdi va muhtaram yurtboshimiz haliga bir suhbatda bobolarimiz kashf etgan, ajdodlarimiz kashf etgan fazoni, o'zbek fazogiri o'zimizdan borib bir ko'rib keladi degan bir gap aytdi. Demak, bir kosmonavtimiz osmonga chiqishi, uni qancha hayajon bilan ko'ramiz. Yana qolaversa, sal alg'ov-dalg'ovli zamonda, mana kecha hamma ijtimoiy tarmoqda chapak chaldi. Endi bugun kechirasiz, birovga bir-biridan nom berishdi, o'zi bo'lmaydi, aytdi, moddiy yordam berishdi. Iron davlatiga bir haligi qator nimalar ketdi, insonparvarlik yordamlari. Yerda jabrdiydalarda ham ko'rib turibmiz, yerda qabul qilib oldi. Endi dunyoga tinchlik kerak. Dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin degan gap kamlik qilib qoldi bugun. Dunyo bilan bog'liq ekan. Endi bu aytaylik hayotning yorqin tomonidan qaraganimizda. Endi narigi tomondan qaraydigan bo'lsangiz, shu illat ko'zi bilan qarasangiz hamma narsadan topasiz-da. Hamma narsalarga kamchilik topishga harakat qiladi. Men tanqidchilar yaxshi ko'raman. Mayli, kimdir o'ydim chuqur yo'li tanqid qilsa, otasiga rahmat, to'g'rilikcha ko'rsatyapti. Kimdir qaydadir ish biroz kamchilik bo'lsa, ta'limda biroz aytaylik bunday bo'lsa yoki qaysi bir korrupsionerlar qo'lga tushganda bu holatlar bo'lsa, biz unga ham to'g'ri yondashamiz. Lekin shu noshukrlik ko'zi bilan qarash kerak emas-da. Men bu gapni bekorga aytmayapman. Men 1970-yili maktabga borgan bo'lsam, demak 70 bilan 80-yillar hayoti bugungidek ko'z o'ngimda. Yoki 80 bilan 90, 90 bilan 2000, 2000 bilan 2010, 20, bugun 25da. Bunday o'ylayman, agar men 10-sinfda bitirayotgan 1980-yili oldimga bir bashoratchi kelib, shu 2025-yilda bir narsalar bo'ladi desa, avval o'sha yilni ko'rishga nimagadir ishonmasdi. Xuddi 21-asr bo'lmas ekan, shu komitalar urilib ketayotgan degan vahima o'sha paytda ham ko'p edi-da. Yo'q. Keyin mana shunday bo'ladi, ko'chalarga mashinalar sig'may ketadi. Qishloqlarda ham har bir odamning uyida yengil mashina bo'ladi, 2-3 ta mashina bo'ladi. Mana shunaqangi aytaylik, to'ylarimiz mana shunday bo'ladi. Isrofgarchilik qilmanglar deb bundaqa kurashib o'tamiz. Va Toshkentda shunday bir e'lon ko'payib ketadi. Bilasizmi, Toshkentda eng ko'p e'lon qanaqa e'lon? Bir e'tibor qilib ko'ring-da. Osongina ozdiraman. Beozor ozdiraman. Shunday bir davrga kelib qoldiki, kechirasiz, ko'p zamondoshlarimiz ozolmay qiynalyapti. Semirib ketgan. Bu insonchilikdan hammasi. Ya albatta bu to'g'chilikdan-da. Aka o'g'il bo'lmasin, buni ham yeb qo'ya qolay. Yana Toshkentimizda bir haligi hikmat maqol darajasidamiz, xalq orasida yaxshi osh ortib qolgandan ko'ra yomon oshqozon yirtilib ketgan ma'qul. Keling, buni oxirigacha yeb qo'yaylik. Yoki yomondan bir osh qoshiq qoladi. Shunaqa deb natijada juda haddan ortiq semirib, shu darajaga boryaptiki, ba'zilar o'zini operatsiya qildirib, oshqozonni kichraytirib qo'ygan holatlar bo'lyapti. Demak, bu osonlikcha bo'layotgani yo'q. Buni tagida millionlab dehqonlarning mehnati.
sanoat, aytaylik iqtisod sohasini fidoyilari bugun million odam ishlab turgani hisobiga bozorlar to'la, do'konlarimiz liq to'la. Ilgari do'konga kirib bir narsa bormi deb so'rardik-da, hozir unga hojat qolmagan. Do'konlardan toshib chiqib turibdi va yo'q narsani o'zi yo'q bugun O'zbekistonda. Ozgina mehnat qilgan odamga Xudoga shukr hayot yaxshi. Endi bu bilan darrov bitta yarimta haligi bloger deymizmi yoki bloger qiyofasidagi bulg'agir deymizmi, ya domla mana uni ko'rmabdi, mana ayta bir odam qiynalgan ham bor. Bu davlat siyosat darajasida qaralyapti. Kambag'allikni qisqartirish, imkon qadar yordam berish. Meni o'zim mana 5 yil Olmazor tumanida deputat bo'ldim. Shu xonadonma-xonadon kirib kambag'alman degan oilalarda haligi Mirzo Xolmetov kuldiradi-ku, parabolistka antina, shunaqangi televizor, hayot mana shunaqa bo'lib yotibdi. Shuning uchun shukrona qilib qaraydigan bo'lsak, biz yoshligimizda ko'rgan hayotdan 100 marta aytaylik bir to'kin, sochin, to'qlik, farovonlik hayotini ko'ryapmiz. Shu oziq-ovqat dasturi degan bir dasturlar bo'lardi. Oziq-ovqat yetishmovchiligi ham bo'lardi-da. Biz ba'zan shaharga borishga, men shaharga olib boring deb ota-onamizga nima deydi, erkalik qilardik. Nima bor shahar desa, marojni yeyman deb gapirardik. Shahar deganda ko'z oldimizda bolamizda, marojni ko'rinardi. Hozir mana yaqinda qishloqdan keldim. Shu qishloqlarda ham marojni bir 4-5 xilni eshiklarga olib kelib, marojni oling, u yerda marojnisi qaymoqli marojni bo'lib turibdi. Demak, agar biz to'g'ri ko'z bilan qarasak, mana shu mehr juda katta gap. Endi boya savolingizga yana keladigan bo'lsak, hozir odamlarda mehr kam, oqibat yo'qolyapti deydi-ku. O'shalar o'zida yo'qolyapti. Masalan, menda bir misqol yo'qolgani yo'q. Qancha odam tanisam, tanishlarim ko'p. Hammasiga mehr bilan qarayman va shulardan men mehr ko'rib kelyapman. Hali mehr oqibatsiz odamni o'zimni zamondoshlarim, o'zimni tengdoshlarim, o'zimni mehnat jamoam mahallada ko'rmayman. Endi onda sonda ijtimoiy tarmoqlarda odamlarda mehr oqibat yo'q desa, o'zingda yo'qda og'ayni, o'zing mehrli bu, hayot senga mehr bilan boqadi deyman. Dunyoga va odamlarga nimani bersang, o'sha qaytib keladi. Ana shunday hayotni o'zi shunday, xuddi shunday. Juda ham ajoyib. Endi biz bilamizki, ustozning darsi bor. Shunday. Hozir shu yerdan chiqib birinchi kurslarga axborot xizmati faoliyatini tashkil etish degan fandan dars boraman, lekin shu darsga borishdan avval rahmat, mana shu kitobimizni chiroyli qilib chop etib bergan Dunyo nashriyotiga Firuza Quvonova muharrirlik qilgan, rahmat Sirojiddin Said ustozimizga, O'zbekiston yoshlar uyushmasi raisi chiroyli kirish so'zi yozib berdi. Rustam Musulmon mas'ul muharrirlik qilib berdi. Eng ko'p rahmat akademik Abdulla Azamga, ko'p she'rlarim ijtimoiy tarmoqda chiqqanda juda bir yaxshi tanqidiy tahlili, faqat tanqid qilmaydi. Tanqidiy tahlili, hatto tahrirlar qilib beradigan o'rinlar bo'lgan. Uni ham mana bu so'ng so'zda Olloyor Begaliyev ustozimiz yaxshi eslagan. Sizlarga shu kitob sovg'a qilishdan boshlayman. Bu sizlarga bo'lgan mehrimning ifodasi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Juda ham xursandmiz. Eng katta yaxshi sovg'a bu Albatta. Shunday. O'zi to'g'risi ichidagi she'rlarni havas qilib qanchadan qancha efirlarda o'qish mumkin ekan. Yodlab olib qanchadan qancha chiroyli davralarda o'qisa bo'lar ekan. Chunki vatan haqidagi she'rlar go'zalda baribir deb o'ylab turgandim, niyatim xolis ekan. Katta rahmat aytaman. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Yoshlarga ta'lim berishdan charchamang. Rahmat. Shu qalam tebratishdan charchamang. Chiroyli mavzularda she'r yozib charchamang deymiz. Rahmat, Va albatta. nima deydi? Zamon bilan hamnafas shoirlarimizdan biri To'lqin Eshbek, boyagi bokschilarimiz haqidagi she'rdan ham bilsa bo'ladi. Shunday ekan, biz sizdan yangi ijod namunalarini kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta Sog' bo'ling. rahmat. Rahmat.